Bugungi mavzuyimiz tizza bo'g'imiga ukol qilish. U qachon qilinadi, qanday tarzda qilinadi, qachon qilish kerak, qachon qilish kerak emas, shu to'g'risida gaplashib o'tamiz. Tizza bo'g'imiga ukol quyidagi holatlarda tavsiya beriladi: artroz, ganartroz, artrit, sinarit, operatsiyadan keyingi holatlarda, travmadan keyingi holatlarda va harakat cheklanganda tizza bo'g'imiga ukol tavsiya etiladi. Bunda dori vositasini to'g'ridan-to'g'ri tizza bo'g'imiga yuborish hisoblanadi dori vositasini. Ko'pchilikda qiziqtirgan savollardan biri, tizza bo'g'imimga ukol olsam yurolmay qolamanmi yoki yurolmay qolgan bemorlar haqida eshitganman deb aytishadi. Xo'p, tizza bo'g'imiga to'g'ri ukol qilish qanday bo'ladi? Ya'ni to'g'ri xonada, ya'ni qanday xona? Sterillangan xona, steril zona bo'lishi kerak. Yaxshilab obработка qilingan joyda yaxshi ukol qilinadi va to'g'ri ukolni tanlay bilish kerak. Endi, ya'ni ko'pchilik bemorlardan eshitiladigan savollar, tizza bo'g'imdan suyuqlik olib tashlaganman deyshadi va o'rniga oq dori qilishadi deydi. Bu taktika ham to'g'ri. Agar travma olsa, hech qanday, ya'ni PKS, ya'ni oldingi otishma bog'langan menis jarohatlari bo'lmasa, tizza bo'g'imidagi suyuqlik ko'payib ketadi. Bunda bo'g'imda nagruska bo'ladi, ya'ni bosimda turadi. O'shani kamaytirish maqsadida o'sha suyuqlikni olib tashladi. Ya'ni bunda olib tashlangan suyuqlik 6-7 haftadan keyin tizza bo'g'imni o'zini yana fiziologik suyuqlikni qayta tiklab oladi. Endi xo'p, agar tizza bo'g'imiga noto'g'ri ukol qilib, yaxshi obработка qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri ukol jo'natib yuboradigan bo'lsak, tizza bo'g'imida yiringli asoratlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi bemorlarda, ya'ni unda to'sh infeksiyasi bo'lsa, gepatit bo'lishi mumkin, sahri bo'lishi mumkin. Bunda tizzada yiringlik prosessi, ya'ni jarayonni kuchaytirib yuboradi va bunda bemorda artroz kuchayadi, ya'ni bo'g'imni toya qavatining yemirilishi kuchayib ketishi mumkin asoratlarida. Endi ukolni foydali tomonlariga to'xtaladigan bo'lsak, ukolning foydali tomonlari tizza bo'g'imidagi og'riqni kamaytiradi, harakatni tiklab beradi va ba'zi artrozning og'ir darajalarida qilinadigan bo'lsa, ba'zi bemorlarda operatsiyani kechiktirishi va hayot sifatini yaxshilashi mumkin. Tizza bo'g'imiga qiladigan ukollarning bir nechta turlari bor. Misol uchun kortikosteroid, ya'ni og'riqni kamaytiruvchi dori vositalarini qilish mumkin. Gravuronic kislota, ya'ni o'zbekcha, ya'ni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, yog'larni qilish mumkin. Plazma, ya'ni odamni o'zidan o'sha qon olib, sentrifugada aylantirib, plazma qismini qilish mumkin va oxirgi texnologiyalardan SVF terapiyalari qilish mumkin. Xo'p, endi ukol qilingandan keyin aytiladi, bemorga 1-2 kun yurmay turing, harakatingizni cheklang, jismoniy mashqlarni cheklab turish kerak, ya'ni organizmga yuklamani kamaytirib turing deyiladi. Asosan pastelniy rejimda yotishni tavsiya beriladi bemorga. Xo'p, qilib turgan ukollarimiz tog'aylarni tiklab bermaydi va shu yemirilgan tog'ay qavatini yana ham shu kattalashib ketishini oldini olishda yordam berib turadi xolos. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tizza bo'g'imlariga qilingan ukollar ko'p holatda foydali natijalarga erishish mumkin.